qo'y boqinglar, qo'yda baraka bor. Shu bir foyda qildi, sotgan odam, bizni boqqan odam, hamma foyda. Alloh barakasini bersin. Amin. Endi bu videoga olishdan yana bir maqsad haligi ko'pincha odamlar baraka yo'q deydi qo'yda. Nimaga desa, noto'g'ri qo'y olishadi. Noto'g'ri boqishadi va keyin kerak bo'lsa arzonga sotib olishadi. Keyin nima deydi? Qo'yda baraka yo'q deydi. O'shaning uchun mana shu 3 ta bosqichda xato qilish kerak emas-da. O'shanga biz qo'limizdan kelgancha mana shu odamlarga mana shu yordam qo'lini cho'zib, albatta o'zimiz ham bundan bir qanaqadir manfaat ko'ramiz endi. Tirikchilik, buni aybi yo'q. Halol. Ha. O'shanga bu videoni qo'yishdan maqsad u maqtanish emas yoki mana biz mana shunaqa zo'rmiz emas. Bu videoni qo'yishdan maqsad odamlar tushunsin. Chunki ko'pchilik baraka topmagandan keyin bu sohadan chiqib ketishyapti. Bilmaganlar o'rgansin. Shunaqa. Kommentariyalarda men ko'zim tushib qoldi. Bu aka o'zi foyda ko'rdilarmi yo'qmi o'zi? Esla olasizmi, necha pulga oldingiz? 1600 ga olganman. Siz nechtasini oldingiz? 7 ta olganman. 7 ta olgansiz, lekin 5 tasini menga hozir berdingiz. 2 tasini so'yib yedik. Agar hisoblaydigan bo'lsak, hozir men sizga salkam o'sha pulni qaytarib yuboribman deydi. Demak, ana ikkitasini yegan qo'yib bizani foydamiz bo'ldi-da. Ana Sherzodjonga aytdim, xalq oldida bizda отчет bor, qilayotgan ishlarimiz to'g'risida. Haligi boya oldingizga ketayotganimni ham aytdim. Sizdan olib kelayotganimni ham aytdim. Qarang, mana shu bekorga bo'lmayotgan ekanki, odamlar eshitib, haqiqatda mana qo'ylar kelishayotgan ekan deb bizni borishimizga tayyor bo'lib turishdi. Hozir Sherzodjon bilan o'sha bizni sotib berishga oluvdik qo'ylarni. Hozir hammasini hisob-kitob qilamiz. O'sha aytganimdek 5000 so'm bizaniki, qolgani bular aka. Xarajatlaringizni Alloh rozi bo'lsin. Barchamizdan. Endi benzin bordik olganda. Mayli-da. Rozimisiz? Alloh barakasini bersin. Bo'ldi. Yaxshi to'ylarga nasib qilsin Amin. hammangizga.